O'rtoq, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, sani ishlaring yaxshi bo'lib ketibdi, ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Qara o'rtoq, oldinga yaxshi biznes loyiha bilan keldim. Qani eshituvchi biznes loyihani? Bir yil o'tar o'tmas oylik daromadimiz 10 ming, 12 ming dollarni tashkil qiladi. Shu hamma tushuntirganlaringni qog'ozga tushirib, biznes loyiha qilib olib kelgan. Bo'ldi mana, hammasini tayyorlab kelganman. Bo'ldi, ko'rib chiqamiz buni. Bu biznes loyiham amalga oshmasa, chet elga ishlagani ketaman. Ofisingiz oldiga keluvdim men, aka. Tepaga ofisga chiqavering, ko'rdim sizni. Ha, Jamshidboy, bizni tomonlarga qaysi shamolni uchirdi endi? Eldor aka, o'tgan hafta siz bilan gaplashgan biznes loyihamiz bo'yicha keldim, aka. Uyaltirib qo'ymaysiz ish qilib. Aka, bilasiz, uncha-muncha ishlarni do'ndirib qo'yamiz. Bunisida ham uyaltirmaymiz, keragidan ortiq qilib foydasi bilan olib kelamiz. Ishondim lekin. Buningizni ko'paytirib qaytaramiz endi.